Hayotda hammani eng yaqin o'rtog'i dugonasi bo'ladi. Menda ham bo'lgan. Biz juda ham ko'p vaqtni birga o'tkazardik. Birga soatlab suhbatlashardik. Kerak bo'lsa yarim tungacha bir-birimizni uyimizda qolib ketardik. Lekin psixologiyaga kirib kelganimdan keyin hamma narsa o'zgardi. Dugonam bilan aloqa butunlay uzildi. Ilgari soatlab suhbatlashardik. Ya'ni to'g'risi g'iybatlashardik. Hammani hayotini muhokama qilar, kimni qaynonasi qanaqa, qaysi kelin qanaqa, kim qanaqa munosabatda, hammani suhbatini, hammani hayotini muhokama qilardik. Lekin o'zimiz hayotimizda hech gaplashmasdik. Ammo men o'qishni, anglashni boshladim. Odamlarni emas, balkim o'zimni tushunishga intila boshladim. Qaynona bilan munosabatimni muhokama qilishdan ko'ra, nega onam bilan aynan munosabatim og'riqli ekanligini tushunishni boshladim. Dugonam kim haqida nima dedi deyishni o'rniga insonlarni ayblashdan ko'ra, men o'shanda yo'q deya olmaganimni, xato menda ekanligini tushuna boshladim. Va shu vaqtdan boshlab dugonam bilan fikrlarimiz bir-birimizga mos kelmay qoldi. Dugonam uchun men juda ham o'zgarib qolgan edim. Lekin men uchun esa u hali ham bir joyda turib qolganga o'xshardi. Eslab qoling, psixologiyaga kirib kelganingizda hattoki yaqin bo'lgan bir umrlik do'stim, dugonam degan insonlaringizdan aloqa uzilishi mumkin. Lekin bu yomon degani emas. Psixologiyani chuqur tushunishni xohlasangiz, 3 sonini yuborib qo'ying va men siz uchun maxsus videoni jo'nataman.